Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu orqadagilar ishiga xalaqit bermaylik, mayli chiqib olamiz. Siz qayerdan kelasiz Hoji har seshanba? Namangan Norin rayonidan. Namanganda Norin rayoni. Har seshanba kelishingizni o'zingiz kutasizmi? Kutamiz, ha? Rostdan. Bu ishlarni ham plan tutamiz bu bash kunga. Har qanday ishni ham bash kundan boshqa kunga qilib. Seshanba kuni bo'shab turish harakatini qilamiz. Ha, albatta. Oiladagilar bunga qanday qaraydi? Farzandlar, ahli ayolingiz. Hammasi nima deydi? Yaxshi qarashadi. Hozir ishimiz chiqmasa, ularni biz borib kelamiz deb qo'yadi. Bavo ishimiz chiqmasa. Subhanalloh. Subhanalloh. Bu odam biz kelishamiz. xizmatga necha yildan beri kelasiz Hoji bu? Bir yil kuzgacha 5 yil qoladi. 5 yil bo'ladi. Subhanalloh. 5 yildan beri Alloh sizni mukofotlaganini sezdingizmi? Ha, sezdingiz. Sezdingiz. Lekin menda shunaqa holat bo'lganda o'shuning uchun savol bergim keldi. Jumoni oyasini bilganlar jumoni qoldirmaydi deydi-yu. Buni hayot bilganlar buni qoldirmaydi. Toppa turadi. Buni Alloh qalbga soladi nima? Subhanalloh. Rasululloh alayhisalomni yaxshi ko'rasizmi? Albatta. Payg'ambarimiz bilan ertaga qiyomatda xuddi kafillar yonma-yon turganda buni orzusi ham bor baribir sizni qalbingizda. Albatta, albatta. Bir so'm savob uchun yuguramiz endi. Albatta. Necha yoshdasiz? 57 da. 57 yoshida Hoji buva. Bu odamni men oldindan gapirishim qanday bo'ladi bilmadim. Birinchi siz bilan tanishganimizda shu 5 yil bo'lgan-ku. İmkoniyati katta odam, imkoniyati yaxshi odam, faqat hali o'zi aytganda bir siqim savobni deb ertaga qiyomatda Rasulullohga jannatda qo'shni bo'lishlik umidida keladi. Hoji buva, Xudo rozi bo'lsin sizdan, kam bo'lmang. Hammamiz rozi bo'lsin. Ha, ilohim, ahli oilangiz ham salomat bo'lsin. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalom, rahmatulloh. Siz qayerdan kelasiz? Ulug'nordan. Ha, Andijon viloyatining Ulug'nor tumanidan, ha? Mana shu yerdan necha kilometr uzoqlikda? Shu 20 kilometr. 20 kilometr. Nechta oilalarga qaraysiz hozir? Hozircha 47 ta 48 ta. 47 ta oila, 48 ta oilaga har seshanba bozorlik olib ketadi. Sizga bizning savolimiz shundayki, umuman hayotda nima ish qilasiz? Kasbimiz shu. Hozircha dehqonchilik. Dehqon, ha? Har seshanba bu joyga kelishlik sizga malol bo'lmaydimi yoki qanaqadir bir Yo'q, hech qachon. Hech qachon malol kelmaydi. Har qancha harakat qilib kelishga harakat qilamiz. Shunga zicha bo'lsa ham, zarracha bo'lsa ham shu xizmatimiz tegib qolishdan. Rasulimiz, shafoatchimiz sallallohu alayhi vasallam habiblarim deganda shu so'nggi qatorlarda bo'lsa ham shu turish maqsadimiz. Alloh roziligini topish. Nechta farzandingiz bor ekan? 3 ta. Bu joyga kelishingizga kelina ham o'zlari juda sharoit yaratdi. Sharoit berdi. Tashkil duolarda. Hamma shu xizmatchilarni, kafillarimizni haqqiga ko'p duodamiz. Ham barchasida Alloh rozi bo'lsin. Qiladigan ishlariga, Alloh kasbkorlarga ulkan barokatlar ato qilsin. Amin. Duodamiz. Hoji aka, sizni ham bu joyga xizmatga kelganingiz necha yil bo'lgan? Qancha muddat bo'ldi? 3-4 yil bo'lib qoldi shekilli. 4 yil o'tadimi? Xudo qo'ldan kelganicha. Alloh rozi bo'lsin. Ana shu qishloqdagi yetim bolalarni siz haligi nimasan bo'ladi? Qandaydir ma'nodagi otasizda. Ertaga qiyomat kunida ana shu yetim bolalar sizni orqangizdan Xudo taologa baqirib, ismingizni chaqirib berishadi. Xudo xolsa aka, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Salomat bo'ling, Xudo kuch-quvvat bersin mayli. Chamayapsizmi? Ismingiz nima edi? Ismim Obidjon aka. Obidjon aka, necha yoshdasiz? 50 ga kirdim bu yerda xohlasa. Yosh ko'rinar ekansiz, ko'rsatmaysiz. 50 ga. Xudo ko'rganmisiz endi? Bor. Xudo ko'rgan. Nechta farzand bor? 3 ta farzand bor. Nevarangiz ham bormi? Nevara bor. Bu joyga kelishligingizga uydagilar qanday qaraydi? Meni xuddi bayramga jo'natganda jo'natyapti. Xudo, subhanalloh. Sizni bu joyga kelishdan maqsadingiz nima? Maqsadim faqat jannat, oliy. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam 5 mahal masjidga namoz o'qiganga, zakot berganga, haj qilganga va'da qilmaganlar, faqat o'z molidan ihson qilgan saxiylarga jannat kuni, qiyomat kuni men bilan yonma-yon turadilar, ikkita barmoq ko'rsatgan ekanlar. Biz ham shu niyatda shu yerga kelamiz. Alloh nasib qilgan bo'lsa, shu payg'ambarimiz bilan bitta safda turishlik maqsad. Qiyomat kuni. Xudo xolasa. Nechta oilalarga qaraysiz? Nechta yetim bolalarni bozorligini olib ketasiz? Bizda hozir 9 ta bor. 9 ta bor. Bolalar. Har seshanba bayramga kelganda kelasiz. Azizlar, akamiz ham umr uzoq bo'lsin. Haqiqatan ham biz bunaqa savobli ishlarni, vatanimizni xizmatini, millatimizni xizmatini xuddi bayramona kayfiyatda qilsak, inshaalloh buni ajri boshqacha bo'ladi. Beminnat kelishadi. Hoji bomlarga ham umr uzoq bo'lsin. Akamiz ham Xudoyo 100 ga kiring, 100 ga kirganingiz ham shayda xizmatdan Xudo ayirib qo'ymasin. Salomat bo'ling. Kam bo'lmang, umringiz uzoq bo'lsin, mayli. Hoji bomni oldiga o'tkazib yuboringlar, men mana shu yerdan Hoji bomni oldiga o'tkazib yuboringlar. Qani?
Assalomu alaykum. Hoji bobo, yaxshimisiz? Mana shu joyda endi hozir ochib turibman. Bu yerda tapchalar bor ekan. Kimdir buni bizga ehson qilib berganda, bolalarni onalariga beribdi. Mana shu savdogar bo'lsa kerak. Yo akamiz, yo singlimiz, yo bilmayman, endi Allohning do'sti. Shu inson haqida bir duo qilib berasiz. Parvardigor, bu ehson o'zi asli har bir narsani o'sha ehsoni bo'ladi, ushri bo'ladi. Savdo ahliga aytiladiki, kuniga bir miqdor ehson qilib, o'sha kunga haligi bir qo'pol gapirib qo'ygan bo'lsa, yo bir noo'rin maqtagan bo'lsa mahsulotini, o'shani gunohiga kafforat bo'lib ketadi. Kunlik ehsoni bo'lish kerak u savdogarda. Savdoda ishlar yurishligi uchun. Savdodagi kasodni, bankrotlikni asosiy sabablaridan biri kunlik ehsonni tark qilishlik bo'ladi. Oddiy o'sha shu poyabzalni yamaydigan, tikadigan tikuvchiga ham, o'sha kosibga ham kitoblarimizda o'sha me'yor, norma belgilangan. O'sha bitta bir quloch ip olib, ro'parasiga osib qo'yadi. O'shani bepul tikib beradi bugun kelgan odamlar uchun, kimgadir. Bu endi ehson bo'ldi. O'sha mana shu ehson savdoni yurishiga sabab bo'ladi. Va savdodagi ba'zi xatoliklarni kechirilishiga sabab bo'ladi. Va savdodan baraka topishga sabab bo'ladi. Alloh barakasini bersin, ehsonlarni qabul qilsin. Yanada ko'p ziyoda ehson qiladiganlardan qilsin. Bu hozir pulga chaqsa ancha pul bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, bu savdo, bu ehson qilgan odam avvallari 10 ming ehson qilgan, keyin 100 ming ehson qilgan. Shuni barakasini ko'rib, bu hozir millionga o'tib ketadigan narsa-da, to'g'rimi? Qimmat tashkilotda hozir bo'lsa kerak, bilmasam, ancha pulda. Misolda 200 mingdan bo'lsa ham 10tasi o'zi 5tasi 1 million bo'lib qoladi. To'g'ri. Bu avvaldan ehson qilib kelgan odamning ishi bu. Alloh bundan keyin ham ehsonlarni ziyoda qilsin. Hoji buva, har seshanba o'zingiz mana ehson haqida gap ochib qoldingiz. Har seshanba yetim bolalarga ehson qilayotgan aka-ukalarimiz bor, opa-singillarimiz. Mana buni berib yuborganlar bor. Hammasini bitta qilib xizmatchilardan qo'shib bir duo qilib bering. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu vassalamu ala ashrafil anbiya'i val mursalin. Ilohiy Parvardigor, jami'i qalbi muloyim bo'lgan bu ehsonchilarni, ehsonlarni husni qabul qilgan. Bu ayniqsa yetim bolalarimizga homiylik qilayotgan, kafillikka olganlarni Parvardigor dunyoyu oxiratlarini obod qilgan. Farzandi zurriyotlardan salohiyatli, dinimizga, xalqimizga xizmat qiladigan, haloli haromni biladigan pokiza avlodlarni chiqargan. Bu xizmatda turgan yigitlarimizni maqsadli shariyalarni hosil qilgan. Har birlarining qalblarida o'zingdan so'rab turgan bir duolari bor, hammalarini ijobat qilgan. Va har birlarini ota-onalari bilan, juft halollari bilan oilaviy qadamlarini Ka'batullohga har yil yetkazgan. Va axiru da'vauna anil hamdulillahi robbil alamin. Alloh. Hurmatli do'stlar, hozir ichimizda yosh katta odamlarning ko'payayotganligini ko'rib men shunaqa xursand bo'laman. Bir hadis esimga tushib ketadi. Ichlaringdagi yosh ulug'lar sizlarning barakalaring deydi. Bu savobli ishda ham, bu xizmatda ham yosh ulug'larimiz ko'payganligi haqiqatda ham biz farzandlarda, ukalarini, jiyanlarda bu haqiqiy barakamiz bu. Xudoyo yosh ulug'larimiz dunyoda ko'paysin, umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari baland bo'lsin. Hammalaring salomat bo'linglar.